3 kungacha shunaqa yumshoq turadigan shokoladli biskitni siz bilan birga qilamiz. Gap turetskiy shokoladli biskit haqida ketyapti. Video davomida esa sizga master-klasslarda ishlatilgan texnikamni aytib ketaman. Xo'sh, unda boshladik. Hamma narsani tayyorlab oldim va mikser qozonchasiga ketma-ketlikda hamma narsani sovolamiz. Turetskiy biskitda ahamiyat beradigan joyi suv, tuxum, avalex, muzdek bo'lishi kerak. Agar shunaqa bo'lmasa, nima qilish kerak? Morozelkaga kamida 10 minutga qo'yib olsak bo'ldi. Yozin qishim bir xil chiqadi biskitlar. Mana 10 minut o'tdi, mana muzdek bo'ldi. Ichidagi narsa ham muzlab oldi. Endi mikserga qo'yamiz. Endi biskit massasini birinchi sekin oborotda, keyin baland oborotda rovno 3 minut mikser qilamiz. Va oxirida men shokoladli pasta sovordim. Siz buni xohlamasangiz, agar sizda yo'q bo'lsa, oddiy salat yog'idan foydalansangiz ham bo'ladi. Mana shunaqa massa bo'ladi. Endi qolipni 3 dan 2 qismiga solamiz va yonlariga shunaqa qilib ko'tarib chiqamiz. Qizigan duxovkada 30-35 minutda tayyor bo'ladi. Bo'ldi, tayyor bo'ldi. Sovutib bemalol zakazlaringizga ishlatsangiz bo'ladi. Aytgancha profilda faqat zakazga qiladigan retseptlarni qo'yib boraman. Voy, nima qilganingiz bu? Shunaqa ham bo'ladimi? Tavba qildim, vijdon yo'q ekan sizda. O'sha bir kunda kamida bitta ikkita zakaz olaman. O'zi onlayn kursiga qo'shilganimga 10 kun ham bo'lgani yo'q, lekin men qilayotgan tortlarimni qarang. O'sha voy bergan pulimni 10 baravar qilib oqlab oldim o'sha. Voy mingdan ming roziman. Rahmat, bergan ilmlaringizga rozi bo'ling. Ayniqsa sotuv texnikangiz bor, o'sha bilan qiluvdim. Shunaqa zo'r, o'sha texnika zo'r ekan. Shunaqa zo'r bo'ldi sotuvlarim. Bir kunda o'sha mana bitta ikkita kamida zakaz olaman. Men qilayotgan tortlarimni qarang, noldan boshlab o'rgatgan ekan. Shunaqa zo'r bo'ldi. Hamma qarindoshlarim qattan oldinglar deyapti, lekin hech kim bilmaydiki o'zim qilganimni. Keyin oxirida aytsam, "Voy, bashi zo'r chiqyapti-yu tortlaring" deb hamma mazza qilib yeyapti. Rahmat kattakon deb onlayn kursimda o'quvchim shunaqa emotsiya bilan otiziflar qoldiribdilar. Shunaqa xursand bo'lib ketdim. Siz ham onlayn kurslarimga yozilib oling. Hamyonbop narxlarda